O'rtoqlar, to'pli poliylar yaxshi isimayaptimi? Ikkinchi videomiz bizada. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha kuzatib turinglar. Assalomu alaykum o'rtoqlar, hormanglar tuzamsizlar. Bugun bizada yana to'pli pol mavzusi. Bu xonadonda ham to'pli pollar yaxshi isimayotgan ekan. Xudo xolasa kollektorimizni yuvish uchun tayyorlab oldik. Obrotkamizni yopdik, podachidan suv beramiz, har bitta konturi alohida yuvib beramiz. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. To'pli polimizdan ichidagi suv qanaqa holatga kelganini video davomida ko'rsatib beramiz. Mana o'rtoqlar, har bitta kontur